Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Bugün 2026 yıl 2 yanvar günü inşallah cuma bu yıl birinchi jumasi jumaga keldik. Biz Makka shahridamiz. Hozirgi biz turgan joy Oysha Rojihiy masjidi, ya'ni Sulaymon bin Rojihiy onasiga vaqf qilingan. Juma o'qiymiz inshaalloh akalarim bilan. Judayam go'zal joylar, maşallah. İnşallah odamlarni ham olib kelish rejasi bor. Shuning uchun bugun jumani shu yerda o'qisak, shu kunlar birida hojilarimiz, umrachilarimiz bilan kelib, so'lim go'shalarida inshaalloh osh qilib o'tiramiz, Xudo xohlasa.